Nimaga hech kim отношенияларning boshlang'ich etaplarida bo'ladigan cringe holatlar haqida gapirmaydi? Mana misol uchun meni o'zimda bo'lgan holat, bitta qiz bilan aylanishga chiqqanimda, o'sha uyga tarqayotgan paytimizda taksist keladi. O'sha payti 001 sekund ichida hal qilishim kerak bo'ladigan narsa, bu uni hozir qanaqa kuzatiy uni? Quchoqlaymi yoki prosta 5 tashab qo'yaymi yoki bundoq qilib qo'yaymi prosta? O'sha payti quchoqlamoqchi bo'lsangiz, u 5 tashayotgan bo'ladi, siz 5 tashamoqchi bo'lgan paytingiz u quchoqlayotgan bo'ladi. Deyman o'zing osvor shutda deyman deb boraman. Yokida birga skameykada o'tirgan paytinglar yigit конечно же quchoqlagisi keladi qizni, lekin o'sha payti qop sement ko'tarib yurgan mana bu onangni emgir qo'l o'sha payti ham sementdan ham og'ir bo'lib qoladi. Qo'lini bundoq ko'tarib qiz bolani quchoqlashiga cho'masizlarmi? Billa это вообще cringe. Yana endi ani qo'l ushlashib yuradigan paytlar bo'ladi-yu, o'sha payti hammada bir xil ssenariy ketayotganda, qani qo'lingizni beringchi, kimning qo'li katta ekan shuni ko'ramiz deydi. Bundoq qo'yadi. Voy, meni qo'lim katta ekan, sizniki namuncha kichkina. O'g'il bolani qo'li kattaligi это вообще удивительно. Qiz bola ham, voy, lekin реально siz ham qo'lingiz katta ekan. Bilan eng qizig'i qiz bolani uyga kuzatib qo'ygan payti, xayrlashayotgan paytinglarda gap tugaydi-yu, o'sha payti ham o'g'il bola turib olib. Mana bu tosh qancha yildan beri turibdi, mahallada boshlanadi. Mana shunaqa gaplar ketadi, bilasizlarmi? Qiz bola ham как будто hech narsani tushunmayapti. Prosta yarim soatdan beri uyning tagida, uyga kira olmay, o'sha yigit bilan gaplashib, xayrlashib turibdi-da. Как будто hech narsani kutishmayapti, hech narsa bo'lishi kerak emas. Prosta cringe. Sizlarda qanaqa yana noqulay holatlar bo'lgan? Kommentariyada yozib qo'yinglar.